Yulduz Usmonovani emas, meni ko'rishga kelasizsan. Nilufar Usmonova haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. 22-26 noyabr kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida xonanda Nilufar Usmonovaning Uchrashardik nomli konsert dasturi bo'lib o'tadi. Bu yilgi dasturda bir nechta yangi duetlar va boshqa tillardagi qo'shiqlar taqdim etilishi rejalashtirilgan. Xonanda Alisher Rozmetovning o'g'li Sev meni hit taronasi muallifi Xo'jakbar Rozmetov bilan ona-o'g'il suhbati asosida yangi qo'shiq yaratildi. Qo'shiq shaharda yillar davomida ishlab kelayotgan o'g'il va uning kelishini qishloqda intizorlik bilan kutayotgan ona hikoyasiga bag'ishlangan. Bu yil xonanda Aziz Yo'ldoshev bilan yangi duet bor. Avvalgi konsertimda ham birga kuylagan edik. Ikkinchi duet o'g'lim Xo'jakbar Rozmetov bilan zo'r duetimiz bor. O'zi bir san'atkorlar puzzlga o'xshab bir-birimizga kerak odamni topib olamiz. Ruhiyatimizga to'g'ri kelsa bo'ldi. Yosh ijodkormi, yangi chiqqanmi menga farqi yo'q deydi Nilufar Usmonova. Konsertda Yulduz Usmonova bilan duet bo'ladimi? Har yili shunday savollar berishadi. Yulduz Usmonovaning o'zlarining konsert paytlari bor. Masalan, xizmat safarlari, boshqa ishlari bor. Nilufar Usmonova sifatida u kishini hurmat qilishim, masofa saqlashim kerak deb o'ylayman. Xonanda sifatida aytsam, kelishini albatta xohlayman. Lekin qizi sifatida ayajonim dam olsin deyman. Ya'ni bu mening konsertim, meni ko'rish uchun kelishsin. Yulduz Usmonova sahnaga qo'limdan yetaklab olib chiqmagan. Mana mening qizim, ko'ringlar demagan. Shuning uchun o'zimning muxlislarimga o'zim konsert beryapman deydi Nilufar Usmonova. Konsertda eng ko'p tayyorgarlik ko'rilayotgan qo'shiq Kelikkimiz qo'shig'i, chunki juda qiyin asar. Aytilishi, o'ynalishi murakkab. Shuning uchun sozanda, raqqosalar bilan buni takror qaytaraveramiz deydi. Nilufar Usmonova aktyor Jamshid Bobojonov bilan qo'shiq kuylashning sababi nima? Do'stim Jamshid o'zini xonanda deb hisoblamaydi. Faqat muxlislar talab qilgani uchun kuylayapmiz. Har kuni Instagramda duet aytinglar deb yozishadi. Ularni Jamshidga ham yuborganman. Mayli, xalq ko'rgisi kelyaptimi aytamiz dedi. Bizdan nima ketadi deydi san'atkor.